ketamanmi? Buni olib ketaman, o'g'limga va'da berib kelgandim, buni olib kelaman o'g'lim. Chunki bu yerda bor Ravshanbek Botirxonmanur. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun biz Og'asaroyga keldik. Qani bugun bizni Og'asaroyda qanaqa atmosfera kutadi? Og'asaroy olg'a ketdik. Aka, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Mikrofonimizni oling. Shu snofeli kuzatasizmi? Kuzatamiz aka. Bizga a'zo bo'lganmiz. A'zo bo'lganmiz. Mana Instagramimizni ham ochib beraveramiz. Gap yo'q. Chiqib turibdi ham boshida. Gap yo'q aka. Obuna bo'lgan ekanlar. Savolimizni berdik o'g'sa aka. Bo'ldi, bemalol aytaverasiz. Xo'sh. BlackBerry telefon haqida eshitganmisiz? O'sha BlackBerry Bold turkumidagi model nechinchi yil ishlab chiqarilgan aka? Shu 2010-2000-yil atrofida bo'lganmi? Obunachilar BlackBerry haqida topib turinglar. Oz bo'lsa ham aka, sog'lom. Bo'ldi. Xo'p. Aka, rahmat. shu Snofeletga tabriklaringiz bo'lsa Shu Snofeletga a'zo bo'linglar. Mana o'sha yerdan obunasi olib turamiz biz ham. Yaxshi. Mana bolalari ham, ishchilari ham, o'zi ham, do'kon ham. Rahmat, shunchalik kelibsizlar bizning qishlog'imizga. Salomat Kelibsizlar, rahmat. Rahmat. Samsung Yozsa bizga ham BlackBerrydan savol beramiz. BlackBerry haqida telefon eshitganmisiz? Eshitganman. Eshitganmisiz? Nechinchi yil ishlab chiqarilgan? 25 kerak. 25. Afsus, noto'g'ri. Noto'g'ri bo'lsa ham sovg'amiz bor aka. Aka, oz bo'lsa ham kanalimiz nomidan do'konimizning sovg'a. Shu Snofeletga nima gaplaringiz bo'lsa, o'ylaringiz bo'lsa, Og'asaroy kuzatasiz. Omadinglarni bersin. Tez-tez mana shunaqa yigitlarni, yoshlarni o'rtasida mana shunaqa nimalarni uyushtirib turinglar, yaxshi bo'ladi. Tanijoningiz sog' bo'lsin aka. Rahmat. Shu Snofeletga hamma obuna bo'laversin, omadinglarni bersin. Xullas 10-sovg'amiz Og'asaroyga keldik. Aha. Qarang, savolim oson. Aha. Perfectum kompaniyasining kodi nechi? 98. Topdilar. Topdilar. Mana sovg'amiz mana Og'asaroyda qoldi. Hop. Ismingiz nima edi? Hasanboy. Hasanboy aka yutib oldilar. Tabriklayman. Men uni faqat tushirib Og'asaroyliklarga gap yo'q, zo'r kutib olishdi. Sovg'amizni ham yutib olishdi. Zo'r chiqdi haqiqatan. Yana qayerga borishimizni xohlaysizlar? Kommentda yozinglar va buni Og'asaroyliklarga va tanishlaringga jo'natib qo'yinglar. Keyingi telefonimiz qanaqa bo'ladi? Sovg'amiz istoriyaga qo'yamiz, istoriyamizni kuzatib boringlar. Telefonlar Rockmi Samsung iPhone